هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهور. Sure Yasin tefsiri 59. ayetten başla bakayımız inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvende diktanlağa İbn Kesir Rahimullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri, Uygurca tercümesi Yasin suresi 59. ayetten başla bakayımız inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Günahkarlığa, ey günahkarlar, bugün bir tarafga ayrılыңlar deyildi. Sizlerge peygamberlerim arkalık, ey Adem balları, şeytanğa çokunmanglar, o hakikaten sizlerge aşkar düşmendir. Mağıl ibadet kılыңlar, bu doğru yoldur, deb tavsiye kılmadın mı? Şüphesiz ki şeytan sizlerden nurgun kişilerini azdırdı. Bunu düşünmemsizler, kafirlarning qiyomat kunidagi o'rni va ularning qo'pol muomalaga uchraydiganlik to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda kafirlarning yomon oqibatidan mundaq xabar berdi. Qiyomat kuni Alloh taolo ularni mu'minlar turayotgan yerdan ayrilishga buyurdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Shu kun, ya'ni qiyomat kunida mu'minlarni, kafirlarni hammasini yig'imiz. Ondan mushriklarga, sizlar Allohga shirik keltirgan butlaringlar bilan billa o'rninglardan midirlamay turinglar deymiz. Ularning orasini ayraymiz. Qiyomat qoyim bo'lgan kunda mu'minlar bilan kafirlar bir-biridan ayriladi. Bu kunda ularning bir firqasi jannatga, bir firqasi jahannamga ayriladi. Allah farishtalarga aytadi. Zulm qilguvchilarni, ularning mushriklikdagi, kufrdagi qayashlarini va ularning Allohni qo'yib cho'qingan butlarini mahshargohga to'planglar. Ondan ularni do'zaxning yo'liga boshlanglar. Sizlerge peygamberlerim arkalık, ey Adem balları, şeytanğa çokunmanglar, o hakikaten sizlerge aşkar düşmendir. Mağal ibadet kılanglar, bu doğru yoldur, deb tavsiye kılmadın mı? Bu şeytan Adem ballarının aşkar düşmeni turuqluq, ula onu itaat kıygan. Mehriban Allah Teala ulanı yaratgan ve ulağı rızık bergen turuqluq, onun asilik kılgan kafirlarga Allah Teala tarafından kılıngan taptanidir. Yine Allah Teala ulağı mundaq deydi. Men hakikaten sizlarni dunyodagi chig'inglarda shaytonga bo'ysunmay, ma'nul ibodat qilishga buyurdim. Mana bu to'g'ri yo'ldir. Biroq sizlar boshqa yo'lga mangdinglar. Shaytonning buyurgan narsalarga ergashdinglar. Şüphesizki şeytan sizlerden nurgun kişilerini azdırdı. Bunu düşünmemsizler, yani sizlerinin aklınlar yok mu? Sizlerini hiç şiriki bulmagan Rabbinlar sizlerini yalğız özüyle ibadet kılışkı buyursa, onunla xilaplık kılıp düşmanınlar boğan şeytanlığa ergeçtinler. Sizlerge vədə qılınğan cehennem mana şu. Sizler dünyadaki çığınlarda kafir boğanlıqınlar üçün cehennemge kiringlar. Şu günde ulanın eğizlerini peçetli bitimiz. Ulanın kılmışlarını kolları bizge sözlep berdi. Putları guvahlık berdi. Yani her əza onundan sadır boğan işini sözlep berdi. Eğer biz xalısaq,
ularning ko'zlarini albatta yo'q qilib etdik. Ondan ular yo'l mengashga aldiraydi. Lekin ular qandoqmi ko'ra olsin? Agar biz xohlasak, ularni o'ylaridala suratini mubaddal, ya'ni maymun, cho'chqa yoki tosh qilib etdik. Shuning bilan ular oldig'imi mangolmaydi, orqag'imi qaytalmaydi. Odam bolalaridan kafir bo'lganlarga qiyomat kuni jahannam oshkor ko'rsatilgan chaqda taptana va malomat qilish yuzidan sizlarga va'da qilingan, ya'ni payg'ambarlar sizlarni qo'rqitgan, sizlar uni inkor qilgan jahannam mana shu. Sizlar dunyodagi chig'inglarda kafir bo'lganliginglar uchun jahannamga kiringlar deyildi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. U kunda ular davzaqqa qattiq ittirildi. Ularga mana bu sizlar yolg'onga chiqargan davzaqdir deyildi. Ularga ko'zlaringlar bilan ko'rib turayotgan bu azob sehrimi yoki sizlar ko'rmayotgamsizlar? Qiyomat kuni gunohkorlarning ig'izlarining pechatlanganligi to'g'risida. Shu kunda ularning ig'izlarini pechatlayib o'tamiz. Ularning qilmishlarini qo'llari bizga so'zlab berdi. Putlari guvohlik berdi. Ya'ni har a'zo uningdan sodir bo'lgan ishni so'zlab berdi. Bu kafirlar bilan munofiqlarning qiyomat kunidagi holidir. Ular dunyodagi chig'ida qilgan gunohlarini inkor qilgan va gunohlarini qilmadik deb qasam qilishgan chaqda Allah ularning ig'izlarini pechatlaydi-da, qilmishlarini ularning a'zolariga so'zlatadi. İbn Abu Hatem Anas ibn Malik radiyallohu anhu'ning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Biz payg'ambar alayhisalom bilan billaydik. U ig'iz tishlari ko'rinib qolgandek darajada kulib ketdi va orqadan "Men nimaga kulib ketdim bilamsizlar?" dedi. Biz Allah ve onun peygamberi bilidi dedik. Peygamber aleyhisselam bendenin kıyamet günü Rabbi bilen ciddelleşivatkanlıqıdan külüp kettim. Bende Rabbim meni zulümden kutkazmadın mı deydi. Rabbi şunda kutkazgan idim deydi. Ben de undaqda manga özümden başka hiç kimning guvohlik berishiga ruxsat qilmayman deydi. Rabbi bugün özenge özen guvoh bo'lishing va amallaringni yezib turuvchi hurmatli farishtalarning guvoh bo'lishi kifoya qiladi deydi. Ondan uning og'zini pechatlaydi va uning a'zolariga qani so'zlar deyiladi. Onun a'zolari uning qilmishlarini so'zlab berdi. Ondan uningga so'zlash fursati berildi. U o'z a'zolariga Alloh taolaning rahmatidan yiroq bo'linglar. Men sizlarni himoya qilaman deb jidallashyotdim deydi. Bu hadisni Imom Muslim va Nasa'i rivoyat qilgan. İbn Jarir Abu Musa Ash'ari radiyallohu anhu'ning mundaq deganligini rivoyat qilgan. Qiyomat kuni mu'min hisob berish uchun chaqirildi. Rabbi uning amallarini uning oldiga qo'ydi. U gunohlarini e'tirof qilib, "Ha, men u gunohlarni qilgandim" deydi. Ondan Alloh taolo uning gunohlarini mag'firat qildi va uning ayblarini yoshirdi. Yer yüzüde hiç qandaq bir maxluq u gunohlardan birer narsani ko'rolmaydi. Uning yaxshiliklari oshkor bo'ladi. Shuning bilan u o'zining yaxshiliklarini butun insonlarning ko'rishini orzu qiladi. Kafir bilan munofiqmi hisob berish uchun chaqirildi. Rabbi uning qilmishlarini o'ziga ko'rsatdi. U qilmishlaridan tenib, "Ey Rabbim, İzzeting bilan qasam qilamanki, bu farishta haqiqatan mening ustimga men qilmagan ishni yezib qo'yibdi" deydi. Farishta uningga "Falon kunda pustani joyda
mundaq ish qilmadingmi deydi. U yo'q, ey Rabbim, izziting bilan qasam qilamanki, men u ishni qilmadim deydi. U shundaq deb turgan chaqda Alloh taolo uning og'zini pechatlab etdi. Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu so'zini davom qilib, men gunohkorlarning dastlab so'zlaydigan a'zosi uning o'ng puti deb o'ylayman dedi. Ondan shu kunda ularning ig'izlarini pechatlab etamiz. Ularning qilmishlarini qo'llari bizga so'zlab berdi, putlari guvohlik berdi. Ya'ni har a'zo uningdan sodir bo'lgan ishni so'zlab berdi degan oyatni tilovat qildi. La ilaha illalloh Muhammadar Rasululloh. Agar biz xohlasak, ularning ko'zlarini albatta yo'q qilib o'tdik. Ondan ular yo'l mengishga oldiraydi, lekin ular qandoqmi ko'ra olsin? Ali ibn Abu Talha bu oyatning tafsirida Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qilgan. Agar biz xohlasak, ularni hidoyatdan cho'qim ozdirib etamiz. Ondan ular qandoqmi hidoyat topa olsin? Ibn Abbas bir qitim bu oyatning ma'nosini ularni ko'r qilib etamiz deb tafsir qilgan. Hasan Basri bu oyatning ma'nosi haqida, agar Alloh xolasa, ularning ko'zlarini albatta yo'q qilib etib, yo'l topolmay temtirib yuradigan ko'rlardan qilib qo'yadi dedi. Ibn Zayd bu oyatdagi yo'l degan so'zdan haq ko'z tutiladi. Ya'ni ularning ko'zlarini yo'q qilib etsak, ular haqni qandoqmi ko'ra olsin deganlik bo'ladi dedi. Avfi ibn Abbas radhiyallohu anhumaning lekin ular qandoqmi ko'ra olsin degan oyatning ma'nosi ular haqni ko'ra olmaydi deb tafsir qilganligini rivoyat qiladi. Agar biz xohlasak, ularni uylardila suratini mubaddal, ya'ni maymun, cho'chqa yoki tosh qilib o'tdik. Ya'ni ularni halok qilib, shu suratlarini albatta o'zgartirib o'tdik yoki toshga aylantirib o'tdik va yoki cho'qim putlari kag kelmaydigan palachlarga o'zgartirib o'tdik. Shunga Alloh taolo mundaq deydi. Shuning bilan ular oldig'im mang'almaydi, orqag'im qayta olmaydi. Ular oldiga ilgirlayolmaydigan, orqag'im chekinolmaydigan, balki faqat birla holatda turadigan narsa bo'lib qolgan bo'ladi. Biz ömrünü uzun qilgan odamning tenini ojizlatib etamiz. Ya'ni yoshlik, qironlik vaqtidagidan ojizlaydi, qiriydi. Ular buni tushunmamdi. Uningga, ya'ni payg'ambarga biz she'r ta'lim bermadik. Uningga she'r munosibmi emas. U faqat teriklarni ogohlantirish, kafirlarga azobning tegishli ekanligini bildirish uchun nozil bo'lgan va'z nasihatdir va ro'shan Qur'ondir. Alloh taolo bu oyatda odam bolasining kuch-quvvatga to'lgandan keyin ömrü qanchalik uzun bo'lgan sari ojizlikqa va faoliyatchanlikdan zaiflikka qarab yuzlanadiganligidan xabar berdi. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq deydi: Allah sizlarni ojiz yaratdi. Ondan sizlarni ojizlikdan kuchli qildi. Ondan sizlarni kuchliklikdan ojiz qildi va sizlarga qiyirlikni yetkizdi. Allah nimani xohlasa shuni yaratadi. U hammani bilguchidir, hammaga qodirdir. Ba'zilaringlar ilgari bilgandan keyin hech narsani bilmas holinglarga qaytarilishinglar uchun nihoyat qirib ketkichi hayot qoldirilasizlar. Buningdan maqsad bu dunyoning hamon yo'qoladiganligidan, uning mangulik turalg'i joy emasligidan, uningdan boshqa bir dunyoga yetkilishning borligidan xabar berishdan iboratdir. Shunga g'olib va buyuk Alloh mundaq deydi: ular buni tushunmamdi. Ya'ni
Ular özlerinin hergiz tügümeydigan, onundan hergiz yötkelmeydigan ahiret yurt üçün yaratılganlıkını bilişleri üçün akıllarını işqi selip, özlerinin dəslepti yaratılganlığı üsüp çoğun bolganlığı, andın qeridiganlığı, andın qerilikten acizlap kalıdiganlığı hakkında fikir yürgüzmemdi. Allah Teala'nın peygamberige hergizmi şiirdin təlim bəmgenlik doğrusuda. Onunla yani peygamberge biz şiir təlim bəmidik. Onunla şiir münasip mi emas. Allah Teala bu ayette Peygamberi Muhammed Aleyhisselam'dan haber verip, onunla özünün şiirdin təlim bəmgenlikini, onunla şiir münasip mi emas ekenlikini, yani onun tabiitide şairlik hususiyetinin yoklukini, onun hatta qoşaqmı tapalmaydiganlıqını, qoşaqmı toqalmaydiganlıqını, hem onun undaq işlerini yaqtırmaydiganlıqını ve onun micaz karakterinin mu şiirge kızıqmaydiganlıqını bayan kıldı. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Şuna Peygamber Aleyhisselam'ın şiir kaidesiga düşürüp beyit yada almaganlığı, belki şiir okusa temtirep okuyduğanlığı ya ki onu toluq okuyalmaydıganlığı rivayet kılıngan. Bu şunun üçün ki Allah Teala onunla büyük Kur'an'ı təlim bədi. Onunla aldıdın mı, akısıdın mı, yani hiç qaysı tarafından batıl yüzlenmeydi. O hikmet bilen iş kılgıcı medhiyege layık Allah tarafından nazil kılıngandır. Yani Kureyş kafirlerden bir gruh kişilerinin cöyligini de Kur'an ne şiir, ne palcılık, ne toqulma nesile emas. O ügünilgen sehirmi emas. Bu vaqtda azğınla ve nadanla türlük böhtan sözlerini, hata qarashlarını toquşdu. Peygamber Aleyhisselam ezelden şiir toquşunu yaxşı kömeydi. Şeriatning belgilemesi cihetimi bunu qabul qilmaydi. La havle ve la kuvvete illa billah. O fakat teriklerini agahlandırış, kafirlığa azapның tegishli ekanligini bildirish uchun nazil bo'lgan vaz nasihatdir va ro'shan Qur'ondir. Ya'ni biz uningga o'rgatgan narsa faqat vaz nasihatdir va ro'shan Qur'ondir. U o'ylangan va mulohiz qilgan kishi uchun ma'nilari ro'shan va ochiq bayon qilingan Qur'ondir. Shunga Alloh taolo mundaq deydi. U faqat teriklerini agahlandırış üçündür. Yani bu roşan Kur'an yeryüzüdeki her qandaq teriklerini agahlandırış üçün nazil kılıngandır. Bu ayakta Allah Teala mundaq deydi. Bu Kur'an sana sileni ve kıyametkice Kur'an yetken kişilerini agahlandırış üçün vahiy kılındı. Kuffar camialardan kimi ki Kur'an'ı inkar kılıdiken onunla vəd qılınğan cay devzəxdir. Qur'anның agahlandırışıdan faqat dili oyğaq, nəzər dairəsi kən adamla mənfəət alalaydı. Şundaqla qatada dili oyğaq adamның közü roşan boludu deb göstərkən. Zəhhak undaq adam aqıllıq boludu deb göstərkən. Kur'an kafirlağa azapның tegishlik ekanligini bildirish uchundir. Yani Kur'an müminlerge rahmettir. Kafirlarning azapga duchor bo'lishlari uchun dalil pokitdir. Ular bilmamdiki, ular uchun hayvonlarni qudrat qo'limiz bilan xalq etdik. Ular hayvonlarni boshqarib turg'uchidir. Hayvanlarni ularga bo'ysundirib berdik. Ular u hayvonlarning ba'zisini minidu, ba'zisini yeydi. Ular shu hayvonlardan foydalandi va sutlarini ichdi. Ular Rabbining bu ne'matiga shukr qilmamdi. Hayvonlarning Alloh taolaning alomatlari va bandalarga berilgan ne'mat ekanligi to'g'risida.
Allah Teala bu ayette insanlara hayvanlarını nimet kılıp bergenlikini ve boysundurup bergenlikini bayan kılıdı. Ular hayvanlarını başkurup durgucudur. Bu ayette Katade mındak deydi. Allah Teala ularını hayvanlarını başkurduğan kılıp yarattı. Hayvanlar ulağı boysunudu ve ulağı yanmaydı. Hatta bir küçük balımı bir tögünün yiniği kelse elbette o tögünü çöktüreleydi. Eğer o halısa onu kopurup halıgan yeriga haydap baralaydı. Töge onun boysunup o yetilgen yerge manadı. Navadı bir karvan 100 yoki uningdan köp tögilerden terkip tapgan bolsa, o tögilerning hammasi cho'qim shu kichik bolaning izidan mangadi. Subhanallah. Ular o hayvanlarning ba'zisini yiroq, yaqin yurtlarga safar qilganda minidi. Yük taqinlarini uning ustiga ortidi. Ba'zisini agar xolisi bo'g'izlab yeydi. Ular şu hayvanlardan, yani qo'ylarning, tögilarning, o'chkilarning yung'laridan öy cihazlarını kiydigan ve öylerini seremcanlaştırdıgan narsalarni yasab ve to'qib ma'lum muddatgacha foydalanadi. Uning sutlarini davolanadigan odamlar ichidi. Ular Rabbining bu ne'matlariga shukr qilmamdi. Yani ular uni yaratib ve boysundurup bergen Allah Teala'ni bir ve bar deb tonib, Allah Teala'ga başka narsani şirk keltirmese bo'lmamdi. Elhamdülillah. Yuqorida Sure Yasin tafsiridan 73. oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.